Assalomu alaykum kanalimizga kuzatuvchilari. Bugungi tayyor bo'lgan 24 talik stol ustullarimizni o'zimizni obunachilarimizga Farg'ona viloyatiga olib kelib o'rnatib berdik. Bu stol ustullarimiz rossiyskiy list va yog'ochida tayyorlangan. Parlament fasonida deyiladi. Bu komplektlarimizni 24 talik stol ustul qilib tayyorlab berganmiz. Xon taxtasining uzunasi 5,5 metr, eni 1.10. Xon taxtalariga gullar qoqilgan, oyoqlari xon taxta bo'lib pasayadi. Bu komplektimizni Farg'ona viloyatiga olib kelib dastavkalar ichida 6,5 million so'mga o'rnatib berdik. Manzilimiz o'zimiz ishlab chiqaradigan joyimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani 1-qo'l sexidan sotib olishlari mumkin. Kimga xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Endi qolgan ma'lumotlarni to'liq berishlik uchun kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Chester tugmali qilingan materiallari atachento material, machalkalarga keladigan bo'lsak, machalkalar 9 cm piramida fason qilingan. Bu komplektlarimizda 24 dona stuli bor. Kimgadir 16 ta, kimgadir 14 ta, 12 talik desalar ham qilib beramiz. Bu komplektimizning afzallik tarafi ikkita uyga bo'lib turib 12 talik qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Sababi mana to'rtburchak fasonda qilib ishlangan. Bu uyog'i olib bo'lsa 12 tadan 2 ta uyga ham ishlataveradi kelajakda. Keyin stullarimizni o'zini tashqariga olib chiqib turib xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Bu komplektlarimizni kimga xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bu orqa taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Orqa taraflari ham mana juda chiroyli qilib o'zini materialdan tayyorlab berganmiz. Bu komplektlarimizni vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaq bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Olib kelib o'rnatib, xuddi shu holatda o'zingizlarga topshirib ketamiz. Kimga aytib o'tganimizdek shunaqa 12 ta, 14 ta, 16 talik stol ustullarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa 1-qo'l sexidan xarid qilib olishinglar mumkin. Hammanglarga kattakon rahmat.